Assalomu alaykum. Ekorancho kuzatuvchilari. Bugun 31-dekabr 2025-yil oxirgi kuni. Hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar, hammalaringni kirib kelayotgan 2026-yil bilan tabriklayman. Muborak bo'lsin. Barchaga xayrli bo'lsin, omadli kelsin 2026-yil. Mana parandalarimiz, oqlar, oqbosh, qorabosh bilan qo'lma-qo'ris g'ozlar, diski beginok, oqbosh xo'rozlar bilan oqboshlar hammasi Rossiyadan kelgan. Shu ranglar, mana bunaqa jigar rangi bor. Bu oq indutkalarning hammasi sotildi. Ko'rancho kuzatuvchilari, indutkalarimiz hammasi sotildi. Namangan viloyatiga sotildi. Narxi 140 mingdan sotildi. Narx kimga qiziq bo'lsa, mana bunaqa svetdagilar ham bor. Xudo xolasa bu oqbosh bolalar, qoralarni sotmaydigan bo'ldim, ko'paytiraman. Inshaalloh. Oqlar bitta qolishi mumkin. Bunaqa svetlar ham chiqqan. Yo'q, xo'rozaga yaxshi. Mana. Tashqaridan ham yurishdi. Makiyonlar. Ularning hammasini bolasini olamiz. Bolasini olib ko'paytiramiz. Bular mana sherkanlar g'ozlar ham har kuni 2 qop karam yeyishadi. Boshida oldida ketayotgan xo'roz, dadalar. Ularning naslini olamiz, xohlasa bu yil. Qo'lma-qo'risga sherkanlar g'oz. Oqbosh xo'rozlar, qoraboshlar, qop-qora. Haqiqiy gigant mana, haqiqiy gigant. Hozir o'lchash uchun men sizlarga ko'rsataman. Mana oddiy shilaka blok. Hozir Jiyati bu. Bo'ldi.